Uchta toifaga Alloh nazarini tashlamaydi qiyomatda. Uch xil kimsaga Alloh qiyomatda nazarini ham tashlamas ekan. Sen meni bandammisan degan bir u savobi boshqasini qo'yavering. Sen meni bandammisan degan bir nazar tashlanmas ekan. Uch toifa odamga. Shuni birinchisi ota-onaga oq bo'lgan. Shuni men yoshlarga aytib qo'ying. O oq qildim deb qarg'ashi shart emas. Yig'latdingizmi? Bir piyola aroqni ota-onadan ortiq ko'rib, sani gapingni deb haligini ovardingizmi? Oq bo'lib qoldingiz, birodar. Ota-ona men norizoman shuni qilsang deb turibdi. Chinqiratib qivordingiz. Qarg'ash shart emas. Oq bo'ldi. Siz o'ylaysizki, oq qildim, ko'k qildim deb o'tiradi deysiz. Ana shu yig'latdimi, onaga do'q qildimi, so'kdimi, otani yoqasidan ushladimi, otaga xezlandimi, aday tamom bo'ldi.